Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Kamron. Men sizlarga bugun Jetur Sergeli avtosalonidagi hamma modellarning narxlari haqida maksimalli to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman va undan tashqari xarakteristikasi haqida ham gapirib o'tamiz. Jetur T2 modelimiz bu ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi. Bu 2 litrli turbina motor bilan jihozlangan bo'lib 254 tot kuchi bor va bu modelimizda 4 tala ballonlar ham tortadi. Va ko'rib turganingizdek biz bu modelimizga qo'shimcha dop opsiyalar qo'yib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin, bulardan lustralar, orqalariga spoilerlar qo'yilgan, yoniga icheykalar, bir tarafga zinalar. Xullas, mashina tayyor qilingan. Kimga shunaqa tayyor mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib xarid qilsangiz ham bo'ladi va bu modelimizning narxi 512 million 200 bo'ladi, rassrochkalari ham bor. Agar sizlar naqdga sotib olaman deydigan bo'lsangiz, 494 million qilib berishimiz mumkin. Biz ofitsialniy dillerimiz bu mashinamizga 6 yil 200 ming kilometrgacha garantiya beriladi. Modelimizda 7 xil rejim bo'ladi: Eco, normal, sport, qumli, qorli, toshli va X-Drive rejimlari bo'ladi. X-Drive rejimi yurishingizga qarab turib o'z rejimini tanlab beradi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, qora bilan bejli kafein rang kombinatsiya qilib ishlangan panoramli lyuklarimiz bor, 360 gradus kameralar bor. Ko'rib turganingizdek, skorslarga xrustallar ham qo'yib qo'yilgan. Hamma kerakli qulayliklar bor. Va bu modelimizda ikkita oldi sidenyasida abduf abagrev, orqa sidenyalarda faqat abagrev bo'ladi. Eng qizig'i, bu mashinamizni ovoz orqali ham boshqariladi. Faralariga keladigan bo'lsa, faralar alohida dizayn, ko'rib turganingizdek, o'zgacha dunyoda va yoritgishlari ham juda zo'r. Va eng qizig'i, bu mashinamizning shunaqa funksiyasi bor. Nastroykadan farasiga kirib turib, umniy svet rejimini yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, dalniroq yo'llarga ketayotganingizda dalnini bemalol yoqib qo'yasizlar. Streshindan mashina kelayotgan bo'lsa yoki oldingizdan mashina o'tayotgan bo'lsa, ya'ni sizlarning oldingizda mashina bo'ladigan bo'lsa, o'zi blishniga olib beradi, oldingizda mashina bo'lmaydigan bo'lsa, o'zi dalnini yoqib beradi. Bu avtomobilimiz haqida sizlarga tanishtirib o'tdim. Keling endi Matvisiga o'tamiz. Matvi T2 ga keladigan bo'lsa, nima farqi bor deb so'raganlar uchun, bularning hech qanaqa farqi yo'q. Bu shunchaki Dubay uchun spetsialniy chiqadigan Matvi versiyasi bo'ladi. Biz imенно shunaqasini zakaz qilganmiz. Farqlari unaqa katta emas. Asnovnom farqi shu Matviligida, undan tashqari supportlari, oldilari ham, orqalari ham qizil rangda bo'ladi va bu modelimizda hech qanaqa nikel joyi yo'q. Даже ko'rib turganingizdek, orqasidagi yozuvlargacha qora Matvi qilingan. Salon qismi bunda qora bilan qora kombinatsiya qilingan. Ko'rayotganingizdek, eshiklarni ochganda sidenyalar orqaga qochib sizlarni kutib oladi. Ya'ni bu modelimizda 3 xil pamit sidenya bo'ladi. Ikkala oldi sidenyasida ham. Ya'ni ikkala oldi sidenyaga ham 3 tadan rejim qo'yib qo'ysa bo'ladi. Salon podsvetkalari 63 xil rangdami yonadi va salon podsvetkalarini bemalol nastroyka qilsangiz ham bo'ladi. Bitta rangda turadi, o'zingiz xohlagan rangga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz o'zi rangi o'zgaradigan qilsa bo'ladi. Даже kerak bo'lsa, pad muzika o'ynaydigan qilsa ham bo'ladi va undan tashqari dixaniyaga o'xshab sekin yorulashib, qiralashib turadigan qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu modelimizning narxini bilish uchun qon guruhinglar, mahalladan spravka shart emas, kelsanglar, shu yerda o'zimiz aytamiz, faqat videoga aytmaymiz. T2 modelimizning narxi qimmat deyotgan mijozlarimiz uchun T1 modelimizning xuddi shu T2 dagi xarakteristikasi, ya'ni 2 litrli turbina motor, palna приводini taklif qilamiz. Bu mashinamiz ham T2 dagi motorlari 2 litrli 4 litrli turbina motor bo'ladi, 254 tot kuchi, 4 tala ballonlari ham tortadi va eng qizig'i, bu mashinamizda T2 ga nisbatan rejimlari bittaga ko'p, ya'ni loyli rejim qo'shilgan. Narxiga keladigan bo'lsa, bo'lib to'lashga oladigan bo'lsanglar 449 million 500, naqd to'lovga xarid qiladigan bo'lsanglar 410 million qilib beriladi. Buni bunaqa qo'yib qo'yganimizga hayron bo'lmaysizlar, bu bundan ham yomonroq yo'llarda bemalol yura oladi va bu modelimizning salon qismiga keladigan bo'lsa, bu modelimizning T2 dan farqlariga keladigan bo'lsa agar, oldi passajirda atamankalari bo'ladi va aytilganidek rejimlari bittaga ko'p bo'ladi. Bu tojoni ko'rib turganingizdek, salonimizni qora qilingan. Buni oq bilan qora kombinatsiya qilingani ham bor. Bu ham xuddi shunaqa 5 o'rindiqli bo'ladi va oxirgi vaqt ko'pchilik shu narsani menga aytibdi. T1 modelimizning oldi stoykalarida ruchkalari yo'q. Ya'ni T2 haydagan mijozlar ko'pchilik bu narsadan foydalanar ekan, kelib o'tirib ko'rganda shu narsasi yo'ligi sal neudobniy ekan, biza foydalanardi deb aytishyapti. Ko'rib turganingizdek, buni oldi qismiga, ya'ni passajirlar oldiga geliklarnikiga o'xshab ruchka qo'yib qo'yilgan. Rulda o'tirgan odamga menimcha bu narsani keragi yo'q. Ko'rib turganingizdek, ochki qo'yadigan narsalari ham bor. Panoramlik 360 gradus kamera bu mashina uchun yengil emas. Va
T1 modelimizda 19 diska balon bo'ladi, T2 modelimizda 20 diska balon bo'ladi. Hamma modellarimizning narxi haqida to'liq ma'lumot oldinglar degan umiddamiz. Bundan tashqari bizda hamma modellarga rassrochkalarimiz ham bor va bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar keladigan bo'lsangiz, shaxsan o'zim sizlarni kutib olaman. Undan tashqari bizdan qanaqa to'lov turgan mashina xarid qilishidan qat'iy nazar qo'shimcha bonuslarimiz ham bo'ladi. Keyingi videolarimizda sizlarga X50, X70 modellar haqida, ya Dashing modellar haqida obzor qilib beramiz.